ko'rinmaydi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar, vatandoshlar. Mana xudo xolasa chislolarimiz 05-chislo tungi. Xudo xolasa mana Azinki chegarasiga bes beresadga mashina almashuvsiz reyslarimiz bilan kirib chiqdik. Mana o'zimizni o'zbeklar, hammasi har doimgidek o'zbeklar. Do'stlar kirdi chiqdi juda ham ajoyib tarzda bo'layapti. Mana inshaalloh gidita shu 1 soat, 1,5 soat atrofida Grensaga kirib chiqib mana inshaalloh qaytyapmiz. Havo tuman, chegarani, Azinki chegarasini oldi har doimgidek. Holatlar bo'yicha do'stlar har doimgidek tavsiya qilamiz. Soqqoli bor bo'lsa soqqolni olib, telefonga misol keraksiz videolar, taqiqlangan videolar bo'lsa o'chirib, tayyorgarlikni ko'rib turib kelishlaringizni tavsiya qilamiz har doimgidek. Mana Zolotoy koronadan qarzi bor, yana reyestrga tushgan yoki chasni bilan kirib kelgan, ikkinchi marta qo'yadimi yo'qmi, uchinchi marta qo'yadimi yo'qmi degan savollargacha misol bemalol javob beramiz. Bemalol kelib turib kirchiqdini qilib turib yana qaytib kirib ketsa bo'laveradi. Holat hozircha yomon emas. Kirchiqda bemalol bo'lib turibdi. Videolarimizni to'liq kuzatishga davom etingizlar. Xudo xolasa ertaga kunduziga akalarimiz bilan, jigarlar bilan bitta video qilamiz. Qani qanday borib kelishdi, kimni dokumenti qanday edi, holatlarni mana eshitib o'rganasizlar. Qanday bo'lganligini kuzatishga davom etingizlar. Xudo xolasa ertaga keyingi videolarda ko'rishguncha